Qur'onda payg'ambarimizga o'zga sayyoraliklar haqida ma'lumot berilganmi? Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomiz juda qiziq va sirli mavzuga bag'ishlanadi. Qur'onda boshqa sayyoralarda hayot mavjudligi haqida ma'lumot bormi? Muhammad payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'zga sayyoraliklar haqida biror xabar berilganmi? Bu savol bugungi kunda ko'pchilikni qiziqtiradi, chunki koinot nihoyatda ulkan. Unda milliardlab galaktikalar, har bir galaktikada esa milliardlab yulduzlar va sayyoralar mavjud. Shunday ekan, Yer sayyorasidan tashqarida ham hayot bo'lishi mumkinmi? Qur'onda Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Uning alomatlaridan osmonlar va yerning yaratilishi hamda ularda tarqatib yuborilgan jonivorlardir. U xohlagan vaqtida ularni jamlashga qodirdir. Shuro surasi 29-oyat mazmuni. Bu oyat juda qiziqarli. Unda osmonlar va yerda tarqatib yuborilgan jonivorlar degan mazmun keladi. Ayrim mufassirlar bu oyatni yer yuzidagi mavjudotlarga taalluqli deb tushuntirilgan. Boshqa zamonaviy tadqiqotchilar esa oyatdagi osmonlar iborasiga e'tibor qaratib, koinotning boshqa joylarida ham Alloh yaratgan mavjudotlar bo'lishi ehtimolini inkor qilib bo'lmasligini aytishadi. Ammo muhim bir jihat bor. Qur'on boshqa o'zga sayyoraliklar mavjudligini aniq tasdiqlamaydi. Ya'ni Qur'onda Marsda yoki boshqa sayyorada inson kabi mavjudotlar yashaydi degan aniq ma'lumot yo'q. Shuningdek, payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamga o'zga sayyoraliklar bilan uchrashuv yoki ular haqida maxsus ma'lumot berilgani haqida sahih hadis mavjud emas. Demak, bu mavzuda ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. Qur'ondagi oyatlarni o'zimiz xohlagancha talqin qilib, Qur'on o'zga sayyoraliklar borligini aniq aytgan deb qat'iy xulosa chiqarish to'g'ri bo'lmaydi. Lekin Qur'on bizga juda katta bir haqiqatni eslatadi. Allohning yaratgan olami biz tasavvur qilganimizdan ham ulkan. Inson ming yillar davomida osmonlarga qarab, u yerda nima bor deb savol bergan. Bugungi ilm-fan esa koinotning naqadar ulkan ekanini tobora ko'proq ochib bermoqda. Qiziq tomoni shundaki, olimlar hozir boshqa sayyoralarda hayot izlarini qidirmoqda. Marsda doimiy suv izlari, muzliklar va organik moddalar bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Uzoq sayyoralarning atmosferalari ham kuzatilmoqda. Ammo hozircha ilm-fan yer tashqarisida aqlli sivilizatsiya mavjudligini tasdiqlaydigan dalilga ega emas. Shuning uchun mavzuni ikki qismga ajratish kerak: diniy dalil va ilmiy taxmin. Diniy jihatdan biz Allohning qudrati cheksiz ekaniga ishonamiz. Alloh xohlasa biz bilmagan minglab yoki milliardlab mavjudotlarni yaratgan bo'lishi mumkin. Ilmiy jihatdan esa bunday hayot mavjud yoki mavjud emasligini hozircha aniq bilmaymiz. Eng hayratlanarlisi shundaki, Qur'on insonni koinot haqida tafakkur qilishga chaqiradi. Osmonga, yulduzlarga, yerga va yaratilish sirlariga qarash orqali inson yaratuvchining buyukligini anglaydi. Shunday ekan, Qur'onda o'zga sayyoraliklar borligini aytilgan deb qat'iy hukm chiqarishdan ko'ra, Qur'on boshqa mavjudotlarning mavjudligini aniq inkor qilmaydi va Allohning yaratilishi nihoyatda keng ekanini bildiradi deyish ehtiyotkor va to'g'riroq bo'ladi. Balki kelajakda insoniyat koinotning yanada chuqur sirlarini ochib berar. Balki boshqa sayyoralarda hayot izlari topilar. Balki aksincha yerda hayotning noyob hodisa ekani ma'lum bo'lar. Buni hozircha aniq bilmaymiz, ammo bir narsani bilamiz. Osmonlar va yerda nimaiki bor bo'lsa, barchasi Allohnikidir. Shuning uchun koinotning cheksizligi bizni qo'rqitmasin. Aksincha Allohning qudrati va yaratilishi hikmati haqida chuqurroq fikr yuritishga sabab bo'lsin. Agar sizga ushbu mavzu qiziq bo'lgan bo'lsa, videoni yoqtiring. Kanalga obuna bo'ling va izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Sizningcha Yer sayyorasidan tashqarisida hayot mavjudmi?